kilo 20 kunda ozganlar. Assalomu alaykum go'zallarim. Challenge'imiz 3-ishtirokchisiga mana $300 faqat so'mda o'zimizni Gulistondan yutgan qizimizga hali o'zlarining xabari yo'q. Hozir borib berib kelamiz. O'pshi tashagan. Hamma chislo vaqtlari bilan mana ozganlari 9 kilo 20 kunda ozganlar. Mana hozir boramiz, endi telefon qilaman. O'zimiz Gulistondan ekan, bular ham. Mana nomeri, xolisinglar bemalol telefon qilib ham bilinglar. Mazaga. Ham o'zingizdan. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat, o'z qalingiz, assalom, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Siz safar ichorlarda olimidingiz? Ha. Men Saodatman. Assalomu alaykum, Vaalaykum, yaxshimisiz? charchamaysiz. 9 kilo olganmidingiz? Ha. Endi pulli o'yinlarimiz yutug'imiz qolmadi, lekin choy berib ketmoqchiman sizga yana. Balki nasib umr safarini yutib olishingiz mumkin, yana qatnashib. Shunga menga lokatsiya tashab bering, salim tashab o'taman. Ha, bu Telegramdan tashab yuboraman. Xo'p, asal. Xo'p. Xo'p, mayli. Pul yutganlar o'zlariga yetmadi, pul. Faqat dollar emas, so'mda $300 olib boramiz. Avval Maydalab o'tirmaydilar. Hozir shuning uchun pul desam hajalanib qolmasinlar, choy dedim, ko'ramiz reaksiyasini. O'zimizni Gulistondan yutganiga juda ham xursandman. Inshaalloh endi umr safari ham haqiqiy egasiga yetib borsin. qachon boshlanadi umra safariga? Bugun kechga o'sha videolarni yig'ishni boshladik, rasmlar yig'ishni boshladik. Kechga esa lokatsiyasini yoqamiz. Keyin telefon qilamiz. Assalom, men keldim tashlagan lokatsiyangizga. Nechinchi uy? Assalomu alaykum. Sizga yutug'ingiz olib keldim. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Nasa xursandman. Necha kilo ozdingiz? Necha kunda ozdingiz? 56 kilo, 65 kilo edim. 65 kilodan 20 kun 21 kunda 56 kilo bo'ldim. Bu choyda hamchi menga o'zim pulim qolganim yo'q, sharoitim yo'qligi uchun endi vaziyat shunaqa bo'lib qoldi. Erim ikkalamiz ham kontraktda o'qiymiz. Lekin mana juma hadyasi qilib, uni ham juma hadyasi qilib bergan menga. Juda ixlos qilgan ekanlar-da. Aytmang. Alloh rozi bo'lsin sizlardan ham. Bemalol qo'rqmasdan aytaveringlar.